Sumkamda doimo olib yuradigan 4 ta narsani sizlarga hozir ko'rsataman. Birinchisi bu mist. Hech qachon bu narsadan voz kecha olmayman. Sababi просто sepaslar va yuzingiz kun bo'yi nam bo'lib turadi. Ikkinchisi bu qo'l krem. Qo'l kremsiz umuman yura olmayman. Sababi qo'l kremlar kun davomida qo'lni namlab berishga yordam beradi va ayol kishi uchun bu juda ham muhim. Uchinchisi lab uchun ham blesk, ham pomada. Buni juda ham yaxshi ko'raman. Rangi ham juda chiroyli. Kun davomida labinglar shunaqa nam bo'ladi-da, rangi ham rosa chiroyli yotadi. Va oxirgisi eng sevimlisi, bilasizlar, biz ko'p bir joylarga boramiz va o'sha paytda makiyajni yangilash uchun bizga juda ko'p narsa kerak bo'ladi. Lekin men uchun mana shu bitta narsani o'zi yetadi. Ham tarkibida SPF, ham shunaqa ton beradi. Yuzingizda makiyaj umuman bilinmaydi, eng muhimida. Qaranglar, qanaqa zo'r. Yuzinglar xuddi koreyalarnikidek glow skin bo'lib turadi. Xo'sh, sizlar sumkanglarda nimalarni o'zingizlar bilan doim olib yurasizlar va sizlar uchun nima muhim? Kommentariyada fikringizni kutaman.